Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 10 fevraldagi 61-sonli qaroriga muvofiq 2023-yil 1-yanvardan tashkiliy huquqiy shakldan qat'iy nazar barcha tashkilotlarda ish yuritish hujjatlari va boshqa hujjatlarni lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosida ishlab chiqish, qabul qilish va e'lon qilish amaliyotini to'liq joriy qilish belgilangan. Ushbu qarorning ijrosi viloyatda qay darajada ta'minlanayotgani Erkinjon Turdimov rahbarligida o'tkazilgan navbatdagi hokimlik soatida atroflicha muhokama etildi. Viloyat hokimligi ishchi guruhi tomonidan olib borilgan o'rganish jarayonlarida viloyat mahallalar uyushmasi, soliq, sog'liqni saqlash, iqtisodiyot va moliya boshqarmalarida, ayrim banklar va Sirdaryo yo'llaridan muntazam foydalanish korxonalarida qaror ijrosini ta'minlash borasida oqsoqliklar mavjudligi aniqlangan. Ushbu holatlar korxonalar kesimida tanqid ostiga olindi. Viloyat rahbari Erkinjon Turdimov qonun talablari so'zsiz bajarilishi lozimligini ta'kidlab, ushbu jarayonning milliy ahamiyati haqida ham so'z yuritdi. Davlat idoralarida faoliyat ko'rsatayotgan rahbar xodimlarning savodxonlik darajalarini oshirish hamda reklama vositalari birinchi navbatda lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosida yozilgan bo'lishi zarurligi aytib o'tildi. Shu bilan birga Sirdaryo tumani va boshqa tuman hokimliklarida hali hanuz ayrim o'rinbosarlar tomonidan kiril alifbosidan foydalanayotganligi, imloviy, ishoraviy va uslubiy xatolar hujjatlarda mavjudligi aytildi. Davlat idoralarining rahbar xodimlaridan savodxonlik darajasini aniqlash maqsadida diktant olinganda Sog'liqni saqlash boshqarmasida 9 nafardan 6 nafari, viloyat hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyatida 5 nafardan 4 nafari, Uz-Telekom aksiyadorlik kompaniyasi Sirdaryo hududiy filiali 10 nafardan 7 nafari. O'zbekiston pochtasi viloyat filialida esa 8 nafardan 4 nafar rahbar xodimlari qoniqarsiz baho olgani achinarli holatligi qayd etildi. Viloyatimizda davlat tilida ish yuritish malakasini oshirish o'quv kursi tashkil etilgan. Har bir tashkilot, korxona, muassasalarni shu xat hujjatlari bilan shug'ullanuvchi xodimlari borib malakasini oshirishi mumkin. Natijada o'sha ish yuritish hujjatlarini davlat tilida faoliyat yuritishi bexato yuritilishiga sabab bo'ladi. Tashqi targ'ibot vositalari bo'yicha Davlat xizmatlari agentligi tomonidan milliy nom.uz platformasidan istagan turdagi o'zbekcha nomlar berilganligini tushuntiryapmiz. Agar mana shu holatga bee'tibor bo'lmasa, barcha o'sha berilayotgan takliflar, tavsiyalarga e'tiborli bo'ladigan bo'lsa, o'sha ko'chalardagi ajnabiy nomlar kamayadi va o'zimizning milliy nomlar bilan nomlanishiga erishamiz. Yakunda ishchi guruh aniqlagan kamchiliklar hamda xatoliklarni bartaraf etish yuzasidan mas'ullarga topshiriqlar berildi. Savodxonlikni oshirishga qaratilgan o'quvlarni tashkil etish, barcha rahbar kadrlarni bosqichma-bosqich davlat tilida ish yuritish asoslarini o'qitish hamda malaka oshirish markazidagi kurslarga jalb etish belgilandi. Tanqid albatta kerak. Mana tanqid bo'layapti, xulosa ham bo'layapti. Lekin biz hammamiz izlanishdamiz, o'rganishdamiz. Yangi O'zbekiston qurayapmiz. Bir-birovimizga tayanib, birdek anglashimiz kerakki, xalqimizni rozi qilishimiz kerak. Hamma yo'nalishlarimiz, hamma fikrlarimiz bir bo'lsa, ana shunda natija ham mutlaqo boshqacha bo'ladi. Har bir davlat organi ijtimoiy tarmoqlarda o'z sahifasiga ega bo'lishi, amalga oshirilayotgan ishlari haqida kerak bo'lsa har kuni batafsil ma'lumot berib borishi shart. Yana bir marta takrorlayman. O'zbekistonda mana shuni hamma bilish kerak. Jamoatchilik nazorati va ommaviy axborot vositalari vakillarining qonuniy haq-huquqlariga hech qanday shaklda ta'ziq o'tkazishga yo'l qo'yilmaydi. Антикоррупция. Prokurorda ham, ichki ishlarda ham kerak bo'lsa boshqasini ham aytishni olaman. Menga bundaqa g'o'daganlar kerak emas. Biz xalq oldida juda katta javobgarmiz. Mas'uliyatimiz bor. Xalq oldida ertaga hisobot berish oson bo'lmaydi. Men oldimda tomoshabin bo'lib, yengil-yelpi yurib g'o'daygan odamlarni men bir kun ham chidamayman. Hokimlar bilinglar, men arqonni uzoq qo'yib qo'yibman. Endi bu prezident ikkita nomzod berdi, ular ish qilar ekan degan mutlaqo noto'g'ri narsa. Ular ish qilmaydi. Ular sizlarni
siyosatlaringni to'g'ri yo noto'g'riligini haqiqiy baho beradi xalq bilan billa muloqot qilib. Mana shuni tushuninglar sizlar. Islohotlar yo'lidagi eng katta to'siq va g'ov bu korrupsiyadir. Buni dunyo tajribasi ham to'liq tasdiqlayapti. Korrupsiya oqibatida jahon iqtisodiyoti yiliga 3 trillion dollar zarar ko'rayotgani bu global xavf ekanidan dalolat. Jahon yalpi ichki mahsulotining 4% bu degani. Korrupsiya shunday o'z illatki, u xalqning davlatga, konstitutsiya va qonunlarga ishonchiga putur yetkazadi. Barqaror rivojlanish va xavfsizlik uchun jiddiy tahdidga aylanadi. Yurtimizda korrupsiyani oldini olish va unga qarshi kurashish bo'yicha aniq tizim yaratdik. Alohida qonunlar qabul qildik. Parlament palatalarida mas'ul qo'mitalar tashkil qilganmiz. Korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha milliy kengash va agentlik tashkil qilindi. Eng muhimi, jamiyatda korrupsiya muammosini jamoatchilik muhokamasiga olib chiqadigan ochiq tizim, ochiq muhit yaratildi. Ayniqsa ommaviy axborot vositalarining bu boradagi o'rni va ta'siri ortib bormoqda. Ilgari bu mavzu jurnalistlar uchun mutlaqo yopiq edi. Hozirgi vaqtda mavjud holat ochiqlik va shaffoflik tomonga butunlay o'zgardi. Ochiqlik bo'yicha xalqaro reytinglarda Open Data o'rnimiz 138 pog'onaga yaxshilanib, Markaziy Osiyoda 1-chi, dunyoda 30-chi o'ringa ko'tarilgani albatta birgalikda amalga oshirgan ishlarimiz natijasidir. Takror va takror aytaman, biz ochiqlik siyosatni, so'z erkinligi g'oyalarini hayotga tatbiq etishda hamisha qat'iy bo'lamiz. Qadrli do'stlar, barchamiz yaxshi tushunamiz, korrupsiyaga qarshi kurash jarayoni hech qachon aniq muddat bilan cheklanmaydi. Ushbu masalada faqat davlatning sa'y-harakati bilan kutilgan natijaga erishib bo'lmaydi. Bu butun jamiyatimizning ishi. Eng katta kamchiligimiz kadrlarimizda fidoyilik yetishmaydi. Hozir juda qattiq kurash ketyapti. Lekin ko'pchilik mamlakatimizdagi tinchlik va barqarorlik o'zidan o'zi bo'lyapti deb o'ylaydi. Kechagi kun bilan bugungi kunning farqini bilgan odam buni qadrini yaxshi tushunadi. Ochiq aytish kerak, huquq-tartibot idoralari asosan korrupsiyani aniqlash va jazolash bilan ishlab, korrupsiyaviy omillarni yo'qotadigan preventiv choralar e'tiborsiz qolyapti. Korrupsiyani oldini olish omillari bilan ishlash uchun 117 ta vazirlik va idoralardagi korrupsiyaga qarshi ichki nazorat tizimlariga 1285 ta xodim berganmiz. Lekin korrupsiya omillarini bartaraf etishda ularning o'rni ham, mas'uliyati ham mutlaqo sezilmayapti. O'tgan yili 5716 ta korrupsiya jinoyati sodir etilgan bo'lib, 2023-yilga nisbatan 30% ga kamaydi, lekin bunday jinoyat bitta bo'lsa ham favqulodda holat sifatida qarashimiz zarur. Endi agentlik ish uslubi mutlaqo o'zgaradi. Burxonov ham o'ziga mas'uliyat olib, yil yakunigacha natija ko'rsatishi zarur. Buning uchun tajriba tariqasida 5 ta idora, sog'liqni saqlash, qurilish, suv xo'jaligi vazirliklari, neft-gaz va suv ta'minotining compliance nazorati agentligiga o'tkazamiz. Burxonov ularni ishga olib, aniq KPI belgilaydi, rag'batlantirish va jazolashni ham o'zi qiladi. Yil yakuni bilan bu vazirliklarni namuna qilib ko'rsatib, qancha korrupsiyaviy omillar bartaraf qilgani, odamlarga qanday yengilliklar bo'lgani haqida Milliy kengashga hisobot beradi. Shuningdek, Burxonov vazir hokimlar bilan har chorakda korrupsiya yuqori bo'lgan kamida 3 ta sohani tumangacha tushib, maishiy va tizimli korrupsiya omillarini chuqur o'rganadi. Tahlillar asosida qaysi jarayonni raqamlashtirish, qaysi byurokratik tartibni bekor qilish bo'yicha aniq choralar ishlab chiqib, Milliy kengashda himoya qiladi. Burxonov har bir chora-tadbir ijrosiga soha vaziri bilan teppa-teng javob beradi. Endi ushbu korrupsiyaga qarshi kurashish hududiy kengashlarning tarkibi to'liq yangilanadi. Ularga viloyat xalq deputatlari kengashi raislari bosh bo'ladi. Hududiy kengashlar korrupsiyaviy omillarni aniqlaydi, qidiradi, ildizini topadi. Har chorakda kamida bitta sohada korrupsiyaviy omillarni bartaraf etish, qonun ustuvorligi, jazo muqarrarligini ta'minlash bo'yicha Milliy kengashga taklif kiritadi. Bu borada prezident administratsiyasi qattiq nazorat o'rnatishga majbur bo'ladi. Har bir vazir va hokim bu yil barcha xizmatlar bo'yicha davlat idoralari va aholi o'rtasida munosabatlarni tuman kesimida baholadigan yangi tizim qiladi. Ko'rsatilgan servis sifatiga aholini o'zi baho beradi. Eng yomon deb topilgan idora rahbarlari bo'yicha xulosa qilinadi.
Bosh vazir Aripov bir oyda har bir vazirlik uchun oyma-oy rejani tasdiqlab, ijrosini qat'iy nazoratga oladigan tizim joriy qilamiz. Shuningdek, odamlarimiz suv, gaz, elektrga ulanish, subsidiya, pensiya va moddiy yordam olish kabi masalalarda idora yurmasdan onlayn javob oladigan bo'lishi kerak. Tashqulov Shermatov bir oyda sun'iy intellekt asosida aholining savollariga qo'l telefon orqali sodda javob beradigan onlayn platformani ishga tushirsin. Shu bilan birga sohalarni nazorat qilib, tartibga solishga mas'ul bo'lgan 14 ta inspeksiya bor. Ular juda katta vakolat va kuchga ega, lekin ular davlatga nima naf keltiryapti degan savolga javob yo'q. Bosh vazir Aripov tizimdagi korrupsiyani bilib bilmaslikka olib yurgan inspeksiya rahbarlari ishiga baho berib, 2 haftada korrupsiyaviy omillarni bartaraf etish bo'yicha har biriga aniq vazifa qo'yib bersin. Har oyda bittadan inspeksiya faoliyatini tanqidiy ko'rib chiqsin va ulardan qattiq so'rov qilib borayotgan yangi tizim joriy qilsin. Biz insofli tadbirkorlarga qo'shilgan qiymat solig'ini 7 kun ichida qaytarib berishni ko'p aytayapmiz. Biroq soliq rahbarlari tadbirkorlarning 487 milliard so'mlik 2,5 mingga yaqin murojaatlarini o'z vaqtida ko'rmagan. Qani natijadorlik? Uzoq o'ylab bir qarorga keldim. Bundan buyon sektorlar faoliyati bilan prokuror, ichki ishlar va soliq shug'ullanmaydi. Ularning o'rniga endi bosh vazir o'rinbosarlari Ramatov qurilish, obodonlashtirish, infratuzilma, kommunal xizmatlar va ekologiya, Qo'chqorov kambag'allik, aholi bandligi, tadbirkorlik va servis, Hajjayev investitsiya, eksport va sanoat, mahkam va xotin-qizlar oila masalalari bo'yicha o'zini resursi va tizimini ishlatsin. Quronbayev ham juda katta kuch va bosh vazir o'rinbosariga teng vakolat berilgan. Kambag'allik, ijtimoiy himoya, tadbirkorlik bo'yicha islohotlarimiz har bir insonga yetib boradigan ish tashkil qildik. Endi ushbu uslubni tuman va mahallada jinoyatchilikni jilovlash, korrupsiyani oldini olish bo'yicha ham joriy qilamiz. Nima uchun buni aytayapman? Chunki jinoyatchilik jilovi mahkam bo'lgan xavfsiz joyga investor ko'proq mablag' kiritadi. Odamlarimizning ishonchi yanada ortib boradi. Korrupsiyani oldini olish davlat xizmatiga professional va fidoyi kadrlarni tanlashdan boshlanadi. Kadrlarni baholashda eski namunadagi obyektivka degandan voz kechamiz. Ilg'or IT texnologiyalar asosida xodimning malakasi va salohiyati erishgan natijalarini baholaydigan tizimga o'tiladi. Lozimga qo'yishda xodimning qaysi oliygohning bitirgani yoki qayerda ishlagani emas, qanday bilim tajribaga egaligi va ko'rsatgan natijalari asosiy mezon bo'ladi. Yopiq davlat bo'lib, ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlamaganimiz uchun adolat xalqning ovozini eshitmadik. Erkinlik nafasi yoqadimi? Menga yoqadi. To'g'ri, menga qiyinroq bunday ishlash. Hamma aytadi, "Yopib qo'y" dedi. Yo'q, yopmayman. Yana oldingidek prokuror, SMB tekshiruvchi bo'laversinmi? Biz niyatimizga yetdikmi? Birimiz 2 bo'ldimi? Shuning uchun erkinlik nafasi ommaviy axborot vositalarida do'st bo'lib, nur ustiga nur gapirsin, adolatli gapirsin. Tanqid qilsin, to'g'ri tanqid bo'lsin. Shu qishloqqa, maktabga, ta'limga foydasi bo'lsa, nur ustiga nur. Men har kuni o'qiyman, internetda ham o'qiyman. Hamma kim qanday gapirgan vaqtim boricha bir 2 soat qo'limga qalam olib, o'zimga yozib olib, baribir 10 ta fikrdan 9 tasi to'g'ri bo'lib chiqadi. Bu yo'nalishda to'g'ri yo'limi yo'qmi? To'g'ri yo'l. Agar biz yopiq bo'lsa, sizlarni ham hech kim eshitmaydi. Chin yurakdan aytaymi bitta gap. Ommaviy axborot vositalarini demak o'sha o'zgarishlarga biz erishayotgan, hali ko'p emas erishayotgan yutuqlarimiz, o'sha yutuqlarga ijobiy ta'siri katta. Bugun sharoiti yo'q sohani o'zi qolmadi menimcha. Sharoiti yo'q soha yo'q. Bugun sharoit yo'q deb ayta olmaymiz. Bugun qayerdadir kamchilik bo'lsa, u yoki bu darajadagi rahbarlik kamchiligi. Ko'p hollarda hokimlikning mas'ullari yetib bormagan joylarga jurnalistlar yetib boradi-da. Bu bizning ishimizga faqat ijobiy ta'sir qiladi. Adolatlik tanqid bo'lsa, bu faqat foyda. Faqat o'sha muammoni yechimini tezlashtiradi. Shuning uchun ham men juda ham hurmat qilaman jurnalistlar. Muammolar bor, yechimi ham bor hozir. Moliyaviy manbalar bor. Kam ta'minlangan oilada qanaqadir muammo bo'lsa, uni yechish imkoniyati bor. Bizning viloyatimiz juda ham tadbirkorlik kuchli rivojlangan. Hozirgi tadbirkorlarimiz ham juda ham saxovatpesha, juda ham chiqqan negativ
ma'lumot 1 soat ichida viloyat hokimiga yetkazilishi kerak. Ko'pi bilan 3-4 soat ichida rasmiy veb-sayt va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda dastlabki o'rganish natijalari e'lon qilinishi kerak. Ya'ni o'rganyapmiz yoki ko'rdik buni, haqiqatdan ham bizning viloyat bilan bog'liq bo'lgan, bizning tuman bilan bog'liq bo'lgan masala deb fikr bildirish kerak. 24 soat ichida mazkur voqelik yoki hodisa bo'yicha aniq sizlarning pozitsiyalaringiz bo'lishi kerak. Davom etamiz. Ilm har qanday muvaffaqiyatning kalitidir. Bejiz ilm olish fazilatdir deyishmagan. Quvonarlisi bugun yurtimizda yoshlar ham, kattalar ham ilm olishi, mustaqil kasb tanlashi uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Navbatdagi lavhamiz qahramonlari esa ko'plab yoshlarga o'rnak bo'lsa arziydi. Bugun ular orasida o'z farzandi bilan bitta oliy ta'lim muassasasida tahsil olayotganlari ham bor. Farzandlariga har tomonlama ibrat bo'lib kelayotgan otalar haqidagi lavha bilan dasturimizni davom ettiramiz. Ta'lim haqida gap ketganda yosh hech qanday to'siq bo'lmaydi va bu o'g'li bilan birga talaba bo'lgan Olim Sulaymonov kabi yosh katta talabalar shijoati tufayli isbotlangan. Jurnalistika fakulteti o'qiyotgandan faxrlanaman. O'g'lim ham juda xursand, qiziq bizaga ham ishlayapmiz, ham o'qiyapmiz. O'g'lim bilan o'qish bu hammaga emas. Toshkent viloyatilik ota-o'g'il O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetida kasb sirlarini o'rganmoqda. Hozir universitetdagi eng yoshi katta talaba bo'lgan Olim Sulaymonov o'zgacha ishtiyoq bilan darsga keladi. Bulardan o'rganyapman, yoshlardan ham, o'qituvchilardan ham o'rganyapman. Albatta ikki taraflama bo'lishi kerak. Biza namuna ko'rsatishimiz kerak. Yoshimiz katta, masjidga otasi tengi bilan o'qiyotganlar bular ham kerak bo'lsa o'rgatyapti menga. Inson o'z yo'lini topishi va o'z ustida ishlashi uchun hech qachon kech bo'lmasligiga misol Olim aka. Bolasi qatori talabalar bilan ta'lim olishga uyalmadi. Hatto kamgap o'g'lini ham ortidan yetakladi. O'zim ustimdan ishlayapman. Nutq jurnalistikani qonun qoidalari to'g'ri informatsiya berib, xalqqa yo u yoqqa yo bu yoqqa biza o'zimiz ustidan o'qishimiz kerak. Adam bilan ikkalamizdan chiqdi birinchi. Keyin shu jurnalistikaga topshirishga imtihon yaxshi bo'ldi. Bizaniki deyarli ikkalamizda bir xil ball 89-90. Olim Sulaymonov ayni paytda xalq deputatlari Qibray tuman kengashi deputati. Oliy ta'lim hujjati bilan Oliy Majlis deputatligini ham zabt etishni ko'zlayapti. Xalq bilan ishlash menda o'sha tajribasi bor. Maqsadim albatta vazirlikda ham ishlay olaman, senatda ham